Arsenal bu mavsumda Chempionlar Ligasida hali yutqazmadi. Ular Metropolitanoga boradi va o'tgan yili 4 ta gol urgan Atleticoning yarim finaldagi mehmoni bo'ladi. Atletico Madrid bu mavsum Chempionlar Ligasida 34 ta gol urdi. Bu ularning Yevrokuboklar tarixidagi eng ko'p gol urgan mavsumi. Lekin madridliklar oxirgi 7 ta o'yinning faqat bittasida g'alaba qozondilar. U ham bo'lsa shanba kuni Bilbaoga qarshi. Parijda PSG va Bavariya o'ynayapti. Ikkala jamoa ham bu yilgi Chempionlar Ligasida 38 ta gol urdi. Yevropadagi eng yuqori natija. Bu ikki dev finaldan oldingi finalda bir-biri bilan to'qnash keladi. Coventry bilan birga Premier Ligaga chiqadigan ikkinchi jamoa nomi bu haftada aniq bo'ladi. Qolaversa, UEFA Chempionlar Ligasining yarim final o'yinlarining tahlillarini o'tkazib yubormaslik uchun ta'qibda qoling. Demak, manzara shu. Hozircha biz bu mavsumda ikki xil Arsenalni ko'ryapmiz. Birinchisi Yevropada tengsiz, eplab bo'lmayapti. Lekin qolgan joylarda esa hammaga chalinib yuribdi. Atletico esa haqiqiy Arsenalning qiyofasini bizga ochib beradi.